Romlar paydo bo'lmasligi uchun nimalar qilish kerak? Jismoniy faollik. Har kuni 1 soat jismoniy harakat qilish, jismoniy faollik qonni aylanishini yaxshilaydi, romlardan saqlaydi. Sog'lom ovqatlanish, omega-3 kislotalari, sabzavotlar, mevalarni iste'mol qilish. Bu shuningdek qonni quyilishini oldini olishga yordam beradi. Ko'proq suv ichish. Ko'proq suv ichish qonni suyultirishga yordam beradi. Shuningdek, ko'ra tromblarning paydo bo'lishini xavfini kamaytiradi. Tamaki va alkogol mahsulotlarini cheklash. Tamaki, alkogol mahsulotlari inson qon aylanishini yomonlashtiradi. Shuningdek, ularda ehtiyot bo'lish kerak. Har bir odatni kunlik hayotingizga kiritib, salomatligingizni muhofaza qiling. Romlar paydo bo'lmasligi uchun nimalar qilish kerak? Jismoniy faollik. Har kuni 1 soat jismoniy harakat qilish, jismoniy faollik qonni aylanishini yaxshilaydi, romlardan saqlaydi. Sog'lom ovqatlanish, omega-3 kislotalari, sabzavotlar, mevalarni iste'mol qilish. Bu shuningdek qonni quyilishini oldini olishga yordam beradi. Ko'proq suv ichish. Ko'proq suv ichish qonni suyultirishga yordam beradi. Shuningdek, ko'ra tromblarning paydo bo'lishini xavfini kamaytiradi. Tamaki va alkogol mahsulotlarini cheklash. Tamaki, alkogol mahsulotlari inson qon aylanishini yomonlashtiradi. Shuningdek, ularda ehtiyot bo'lish kerak. Har bir odatni kunlik hayotingizga kiritib, salomatligingizni muhofaza qiling.